Assalomu alaykum. Yana siz bilan Baxtiyor Indiyadan siz bilan bog'lanib, bir so'zlarimiz bor, yangiliklar bor. Shu yangiliklarni hammasini o'tkazib, ishlarimizni sal yengillashib, shikoyatlar vobshe ko'p bo'layotibdi, kasallar vobshe ko'p yozayotibdi. SMS bo'ladi, telefon bo'ladi. Biz qilolmaymizki, bir kishi buncha narsani bitta odam balinsa o'tib olish, olib ko'rsatish, doktorga dori-darmon, operatsiya chaqirib, keyin hujjatlarni doktorga ko'rsatish uchun bitta odam bilan bo'lmaydi. Yangiliklar shu do'stlarimiz ko'pchilik O'zbekiston, Turkmanistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan biz bilan bog'lab keladi. Ular hammasi rus tilida gaplashadi. Men ham rus tilini bilaman, lekin uncha yaxshi javob qaytara olmayman. Lekin o'zbekchaga qolgan tillarga muammo yo'q menga. Shu uchun bitta do'stimiz juda bir yaxshi inson, men o'zim 10 yildan taniyman. Meni kasallarimni o'zi больницаlarda ishlagan paytlarida yurg'izib ko'rsatib doktorlarga ancha odamlar taniydi bu bolani. Bugun inshaalloh siz bilan tanishtirib, meni Telegram kanalim bitta shu videolarga qo'ygan nomerlarimiz, kasallar murojaat qiladigan nomerimiz +91 81 30 40 70 18 shu nomerimizni Telegramda ikki tomonda ochiq, menga ham ochiq, u tomonda ham ochiq. Qachon biron kishi bizga yozadi, analizini jo'natadi, savol javob qiladi, atvetini tez kunda yo men yo afsar, agar afsar gaplashadi, shu biz bilan bog'laydigan ismi o'zi afsar. Afsar agar javob beradi, siz обязательно rus tilida gaplashib hal qilib olasiz. Agar men bilan gaplashasiz, обязательно o'zbek tilida, rus tilida muammo yo'q. Lekin afsar xususan, maxsusan shu rus tilida gaplashib ishlarni bitib beradi. Inshaalloh siz menga qanaqa ishonasiz? Afsar ham shunaqa bir inson. Men o'zim bu odamni yaxshi bilaman. Men qanaqa kasallarim bilan gaplashib ishlarini hal qilib berganman, yurganman, meni ko'radigan, biladigan, men bilan yuradigan, bu yerda kelgan, ko'rgan odamlar biladi. Meni xarakterim qanaqa. Afsar ham shunaqa bitta yengil inson. Xullas, qachongacha biz bilan shu kanaldan, YouTube kanalimiz, Instagram kanalimizdan bog'lanadi, kasallar bilan biz bilan yuradi. Обязательно ishonasiz. Nima eshitdi sizga maslahat beradi. Bu maslahat birgalikda bo'ladi, sizga aytib bo'ladi. Endi boshlaymiz. Hafsar akamiz bilan so'zlarni aytadi rus tilga. Rahmat. Videoni bosing, tarqating. Savobli ish. Borlaringizga shukr. Jigarlar. Assalomu alaykum. Меня зовут Афсар Джамиль. Почти я на Фортесе начинал с 2016 году первый. Потом через год или через где-то 2 года я пошел туда. Клиника Нарьяна. Я там работал, клиника Нарьяна. Как переводчиком, русский переводчиком, да. И арабский тоже переводчиком работал. Потом отсюда я ушел. Потом я свое дело начинался. Потом я свой пациент получил здесь из Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, почти больше много пациентов получили оттуда. И их не помогли, да, на его все болезни, сколько какие болезни они привезли, пришли, да, ему помогли, да, хорошее время пришли, да. А сейчас свою работу начинал с Бахтияром, Бахтияр. Он тоже очень хороший человек, очень хороший человек. У них пациент много были, да, он тоже не контролировал сам себя, из-за этого он очень был занят, туда-сюда бегал сам себе, да. Просто из-за этого пациент очень трудно был у него. Из-за этого я хотел как группа работы начинаться. Из-за этого сейчас я с ним работаю, с ним свою работу, с ним как группа начинался. Иншаллах, я буду помочь больше, сколько могу. Из-за этого мы на группу работаем.
Общее у меня три человека есть, иншаллах, мы общая на группу работаем, чтобы сколько пациентов пришли из-за лечения, у них проблемы не было, на где место, на какое место не было проблемы. Сколько могу, иншаллах, чтобы они спокойны, они счастливы, они отсюда вылетели, отсюда вылетали счастливы. Нам помогите, иншаллах, сохраните мой номер. Здесь, иншаллах, покажет на телеграм мой номер, иншаллах, помогите. Потом сохраните мой номер, позвоните. Если по-русски вы поговорите, иншаллах, я буду отвечать вам. Который узбек человек, если свой язык, если хочет поговорить, тогда, иншаллах, бахтиярка, иншаллах, он будет отвечать вам. Да. Сохраните мой номер, иншаллах, позвоните. Я буду рад, чтобы я буду рад за вам помочь. Сохраните мой номер, сохраните это видео, иншаллах, отправляйте друга, чтобы они тоже узнали. И если у кого-то проблемы были, иншаллах, они нам обещали, со мной обещались, потом к нам Индия пришли, они вылечили, иншаллах. Rahmat. Inshaalloh. Do'stlar, Afsar akamizni eshitib oldingiz. Rus tilini zo'r biladi, zo'r gaplashadi. Sal birinchi videoga chiqadigan kameraning yonida hamma bor-ku, sal nasini boshqa bo'ladi, tepada pastda bo'ladi so'z ovozlari. Sekin-sekin yaxshi bo'lib ketadi. Maqsad bu birgalikdan shuncha keladigan odamlar betda bizdan agar yordam so'raydi, bizni qo'limizdan kelgancha yordam berishlarini xohlaydi. To'g'ri tomondan обязательно bitta odam buncha odamlarga yetib ola olmaydi. Har bir kunda bor-ku 1000 ta 500 dan ko'p telefon bo'ladi, 100 ta odam, 200 ta odam больницаga ketib, doktorlar betda kasallarni ko'rsatib, ularning ishlarini yana keladigan odamlar bilan muomala qilib, biron payt bo'ladi, bilet jo'natadi, meni xabarim yo'q. Kasal keladi, kutib olish uchun hech kim ketmagan. Sababi nimaki? Bo'lmaydi. Shu uchun inshaalloh bizning yonimizda kelgan odamlar betda va'da berganmiz, kimni aeroportdan kutib olamiz, nima gap bo'ladi, qaytib aeroportgacha o'zimiz o'tkazib olamiz. Biz muammo, biz hech qanaqa problem. Bu va'da berganlarimiz hozirgacha shu va'daga turganmiz. Kelgan odamlar kommentarlarga kirib ko'rasiz. Hamma narsa odamlarning fikrlari yozilgan. Hech kimni xohlamaydimizki ko'p pullari ketib, noto'g'ri tomondan bitta lechini olib, yo biron noto'g'ri ish bo'lsin. Shu uchun shu narsani, shu ishni bizni bo'ynimizga qo'yib ustozlarimiz Nasim Xolov, yana blogerlar, bular hammasi birgalikda Rasul aka hamma bor-ku bu narsani bizga bergan sabablari ki ko'pchilik ularga bor-ku telefon qilib shikoyat qilgan boshqa odamlardan buni qildi. Lekin ko'ramiz, iloji bo'lgan paytgacha yordamlarni qilamiz. Videoni tarqating. Shu Telegram nomberimiz bo'ladi. Mana shu YouTube ga qo'yadigan nomber. Shu nomberni Afsar ishlatadi. Siz bemalol javob bo'ladi. Men ham shunda javob beraman, Afsar ham shundan javob beradi. Shu so'z shuni tanishtirmoqchi edim Afsarni. Bundan keyin YouTube ga o'zi video qilib qo'yadi. Videolarni ko'rib, like'larni bosib tarqating. Savob ish. Biz shuncha mehnat qilib nima qilamiz? Siz ham bir videoni tarqatib gruppalarga, Telegramga, hamma joyga, TikToklarga, Instagramga ki bironta odam agar bu tomondan keladi, qiynalib ketmasin. Rahmat hammangizga. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum.